Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana shu uyni yig'ishtiramiz. Birinchi bo'lib men narsa yeb oldim. Nimaga bu yig'ishtirilmagan bardak deb negativ yoshlar shart emas. Men yakshanba kuni bo'lgani uchun hamma narsani yerga tashladim. Birinchi bo'lib kiyimlarni bitta-bitta yig'ishtirib olamiz. Men yana sizlarga shuni aytib o'tmoqchimanki, YouTube'da meni faoliyat yuritishni boshlaganimga 6 oydan oshdi va men sizlar tufayli 2,5 mingta obunachiga erishdim. Inshaalloh 100 mingta bo'lamiz. Lekin hozircha maqsadimiz 3 mingta bo'lish. Men 3 mingta bo'lishimni xohlasangiz, videoga like bosing va menga obuna bo'lib qo'ying va har doim videolarimda aktiv bo'lasiz degan umiddaman. Men kiyimlarni bitta-bitta yig'ishtirib oldim. Bu yerda men sizlarga medallarimni maqtanyapman. Undan keyin kuboklarim voy adashib ketdim. Birinchi kuboklar, keyin medallar. Keyin sumkamni yig'ishtirib olganimdan keyin qarasam joyimni ham yig'ishtirishim kerak ekan. Joyimni yig'ishtirishni boshladim. Birinchi ustdagi kiyimlarni yig'ishtirib oldim. Mana bu tortmadagi kiyimlarni ham sizlar bilan birga yig'ishtiramiz. U ikkinchi qismda bo'ladi. Ikkinchi qismni ko'rish uchun menga obuna bo'lib qoling, videoga like bosing va profilimga o'tib ikkinchi qismni ko'rishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'linglar.